Salam, hürmetlik aziz tomoshabinlar. Sizlarni ko'rib shunda xush bo'ldim. Hayojinim ishim patmayotdi. Men dunyoda bunday xush bo'lib boqmabdimanki. Chunki bugungi kechiligimga meni beqib cho'ng qilgan ota-onam, meningki kasbiy jihatda meni tarbiyalab yetishtirgan Xalmuratkan boshliq ustozlarim, Shinjongning har qaysi hududlaridan kelgan san'atkor cho'lponlarimiz, ustoz aka-adlarim, Ziroq yaqindan kelgan aloqalarim qatnashib hammanglarga men Ro'zaxon Tudaxondan o'tliq salom. Rahmat. Bugun men to'lim xursand bo'ldim. Endi bunda bir narsa o'ylab qo'yapman-da. Mashhad o'tagan tomoshabinlarimiz sizlar shu dunyodagi bir baxtli bir odamlar ekansizlar. Undan desam milliardning tomoshabini bo'lganimiz uchun mushtaq bo'lib qoldikmi deb xato tushunib qolmanglar. Chunki bir odamning ajri uchun, bir odamning hurmati uchun, bir odamningki izzatini qilamiz, madad beramiz deb oltindimi qimmat vaqtlarini ajratib, ne muhim ishlarni tashlab qo'yib, bir dastidan atir purab turadigan gulni ipkagidek qalbi bor odamlardan baxtli odam bo'laman. Rahmat sizlarga. Kel chiroyli davoldim men gapimni. Chiroyli chaqchaqamoq oson, chiroyli gapirmoq tez shu. Biz birinchi qitimliq milliard sahifasini 2021-yilda suratga oldik. Bu chaqda 20 tomoshabin bilan qilgan. Masalan, kon cho'pqatlarimdan shu Shamsiyadam, Nurnisadam, kon xaridorlarimda Xalmuratgam, Qaysarkam, Gulsham, shular bilan. Ikkinchi qitimliqda 5 odamni ko'paytib 25 tomoshabin bilan uni qilib olgan. Bu da 125 dan ortiq tomoshabinlarimiz keldi. Hammanglarga mendan yana bir navbat rahmat. Akalarımga ko'p rahmat. Ablatkam bayan nayt anglab turdim. Chiroyli, nayt fasohatli katta gaplar bilan boshlab berdi. Endi Ablatkam bir til ustasi, liqidi ichida bir bilimi bor, bir biz taptatadigan bir akimiz. Bo'libmi shu Shamsiyadam, Nozgul, Nijat Valiyaqub, shu riyosatchilarning hammasi bek cho'ng bildi. Ablatkamning bilimi jiqda ichida. Endi bular davomli bir ishlar besh qassam shu Ablatkam bilan paranglashib hal qildi ekan-ku bu ishni. Nayt ishitki bilimni ayab qolmay beriyotdi. Yoshlar taraqqiysin deb. Shunga men nima bir paranglashib baxmayman mo'mish Ablatkam bilan deb xato ditlabdi medina Ablatkamni. O'y bu Ablatkam bilan paranglash uchun yomon nurg'un saviyaga ketdiga qara. Paranglashdim Ablat aka desam, "Bunda bir turish bor Ablatkamning." Amdan gapim qilgankin, ha darada besh chiqdi. Shuni bilan dedim de aka, men deb tirishyapman, lekin yana o'zim rozi bo'lganda qilaman dedim. Men qanday qilsam bu chaqchaqni texmi payza, texim cho'ng sakinlarda o'rindami deb oddiy bir gaplarni gapirdi-ku deb Jag'istondagi saviyarim bilan so'rayapman. Hamda Ro'zaxon bu chaqchaq degan bir abstrakt uqumdi dedi. Cho'rt bilmayman-ki men abstrakt deganni. Bilmadim aka dey desam, keyindagi gaplarni depamaydi-da. Qasddan bugun gapga fikr oldim. O aka, abstraktning bo'lmasa nima aytvoring deb. Bultu abstraktni yutirib qo'yapman. Qaratkamning bir abstrakt vatga kiysam yomon cho'ng menga. Ben aştaq tushunmayman-da u abstrakt deganni. Shuni aka deb, endi oxirini depagin demamdi, keyindi men hazm qilaligidek gaplarni deydi-ku deb oxirini depagini aka desam. Endi bu sening shaxsingni konkretlashtirsak, saqan bu ijobiy, salbiy tarafdan chiqib, shu nuqtai nazariyasidan o'tib, eski buning funksiyalik, sithilik taraflaridan analiz qilsang bu shu bir turg'unlik ega, tindirma madaniyat etilumi egasi edi. Sizlar tushundinglarmi bu gap? Dada umringda anglab baxmagan gaplar. Bu yuribdi yashamoq yomon tez. Shuni bilan qanday qilmay tushunmayman. Rahmat, to'g'ri aka shu debchi, tushungan qiyofat kirib, rahmat Ablat aka, itlumiga yomon muhim ekan-da.
ketip qanda qilma ya Şemsiye'den tılıp urma ya ustazım Halmurat kam urma. Halmurat kam işte deydi etilum ki dedi istihillik dedi. Nim degen etsem halkam hem de manga Jag'istaychi bilgan ekan ishkimiz. Jag'istaychi tushuntirib qo'ydi. O ashta qilib oblatchini 3 yil degandim men. 3 yil ketibdi. Savadim chiqarib oldim hozir. Sal turib funksiyalik nuqtalardan chiqib chaqchaq turadi. Itlum yegani o'zinglar arvinglar. Men bilmayman hozir. Nijatkam Niyaz hammamiz yaxshi ko'rgan bir yaxshi davyan, yaxshi rejissor akamiz. Uning sirtida nurg'un san'atkorlarning to'nilishiga sababchi bo'lgan. Shundaqmi? Endi Nijatkam bu da kuldir programmasiga bizning ustoz Xalmurat akamlar bilan baholag'uchi bo'lib, boshqadan bir rang kirgizdi. Uniga Nijatkamning bir e'lon qilib qo'yay aka, Nijat yulduzi deb o'zining badiiy bir suratxonasi bor. Bilamizmi uni? Yapmoqchi desak, Nijatning yulduzi bo'layotganda u. Men ayolga Amerikaga masih deganlarga qiziqmayman men. Shu sunniy amra chiqirdi ekan ular. Bizning odamlarning shaxsiy yulduzi bo'lib ketdi-da hozir. Halmurat kam bilan bo'lsak, 1000 dek yulduz qo'yib tashlashdi ekan. Laqada. Nimachi jiq yulduz akasak, vafqa 300 nagan. Yaman tug'digan nimaga bu yulduz? Sen şansı sitvatı da haruk silip, Nijat'ın yıldızını yıldızını gerilik, hiç öz yanıdı, özünüz çoğunluk kıldığın yıldızlar var. Apa çavak çep koy. Pul tapsam silahını bakamam ama. Ablatkamga, Nijatkamga chaqchaq qilib qo'ydim aka. Yulduzingiz texim egiz bo'lsin. Ras setitibdi men ko'rdim. Qara harg'u yulduz. Ne yulduzlar mana. Ma ig'ir bo'lsa yulduzlar mana Nijatkamning yulduzlari ma bor. Ma yomon jimirlaydigan ma yulduzsan. O alqi Guljamaldan yulduz qo'shdi qo'ygan. Hamragul adam, meniki yuragimdan yaxshi ko'radigan hurmatli adam. Hamraguldan yaxshi san'atkor el to'nigan bizniki güzel bir naqshadimiz bo'lishdan sir san'at o'qituvchisi edi, shundaqmi? Hamraguldan, Dilshodkam, men Shamsiyadamlardan men xizmatdosh. Nava programmasida Hamraguldan, Dilshodkam ikkiz baholg'uchi, Shamsiyadam muqim riyosatchi, men hata depirdig'ini. Shu qanday kim yetishmasa shuningga yurib qilaman-da bu ishni. Muqim bir kasbim yo'q. Shu chaqda Hamraguldan men bir bilimni o'rganib olgan. O'zi uqmaydi. Nima bilim sana sahinda qandaq kiyim kiyish, sahinda qandaq hurmat qilishni Hamragul adam deganman. Rahmat edi. Da qo'shib ketma oxiri bor-da bu gapni. Mana bu gapimga Dilshodkam guvoh. Nova programmasiniki bir yengillik san'at kechiligini o'tkazib, Hamraguldan bir naqsh etilgan bo'ldi. Vatanda bahorini aytding-da. Ashu bir naqsh uchun, ashu sahinning hurmati uchun Shanxaydan bir sahni kiyim tiktirib keldi Hamraguldan. Endi el kiyim, endi meni mishadilli boshlandı qara. Mushundaqda. Moshto. Diyamık, moshta. O'sha. Düp, tugurek, yuğam. Mening to'pi Hamraguldan, may gang ko'ynak. Ben Dilshodkam bilan bir yerda o'tirib qolibdim. Shunday, o'sha aytadi Hamragul. Vatanda bahor. Ağzıga dövür tükrek Hamragulga bir gulni ochiqib, quchoqlab, so'yib qaytish mumkin emas. O ko'ynakning uyg'onligida. Gulni ochiqib, hada majliy vaqt. Hamraguldan mana. Hada yo'qda mana. Bahar ilhamı va tashlari yetmaydi qo'ling, tashlari baqa. Tashladim. İlimi inişib qo'yamaydi, gangsim atrof. Dilshodkam mekana deydi, nima aytsam, Dilshodkam o't chaqchaq qildi. Hamraguldan bir to'nog'ul tushyapti. Meni ustozim qayda o'tadi, to'zib ko'ramayman-ku.
Yaman katı yerlerde oturup şaka. Közünü gipini kımayma dışarıken bayağı. Demeyim aka. Ya sen kaçsan aka. Mening gözüm kömek oldu. Dilshatkam mana köp qirliq san'atkor desa, bu Dilshatkamni desa, bo'lamdikin deyman endi. Men hukm qilish huquqim yo'q. Mayli xalq naqshi etsin, mayli muqam etsin va yoki ijodiy 80-yillarning naqshlari etsin, birsidimi puchak bir yeri yo'q. Ko'z uyquda deb dey chiqadi. Ko'zga munosabatini yomonchi ketgan. Qari ko'z deb bir naqsi bor. Oy, qari ko'z ko'rishga munosabatli naqshlajaq. Bir tush ko'rdim, ayam bo'ldi. Chaqchaq qo'ydim aka, aman bo'lgin, salomat bo'lgin. Ahadkam bilan Gulbakramdam ikkisi Xotandan kelibdi-da, mana yomon qo'shildim. Endi bu ikkisida bir qiyinchilik bor. Nurg'un tomoshabinlar Ahadkam bilan Gulbakramdamni er-ayol deb qoldiga qara. Ras, bek yardı yutdi shu obraz mayli lapar o'yinsin, mayli yetib o'yinsin. Hozir bular tushuntirib bo'lamay qizil qog'ozni yanchiq sepib yuradigan bo'pti. Mana ko'ra, mana meni Gulbakramning ma'vo. Emas bizning. Bir kun Ahadkam o'zining ayoli bilan ketib qolsa, gap chiqib ketibdi. Ahad baqa jirish ketibdi. Ahmadchikam, Aqtam, biz kichigimizdan tortib Ahmadchikamning naqshlarini anglab ching'olgan. Men to'niganda Ahmadchikamning chashpasini mashlaqdi. Bir buzilmaydigan bir chash, ya, oqshom beshiq tegi qo'ymay yotamdi. Men naqshi mashqni hozirgacha to'xtatmabdi Ahmadchikam. Men işte anglayman. Bu bir zo'r tirishchanlik-ku. Unisiga Ahmadchikamning har vaqtda yetilgan naqshlari yana ayrim-ayrimga. Kecha soat 2larda qo'pilib, har oqshom Arzuga men yeting Ahmadjon, tong etib ketdi, bo'ldi, yetaveramsiz. Siz derizni bunda qarab oyni ko'r qilib, ayting kechida. Tongga yaqin tong sabosi. Mashriqdan kelgandan onam aytgan aytgancha yetib to'xtab qolgan. Mening yani kimlar qoldi? Savirdikan baka. Seni ko'rdim, sen paqiraysan-ku aka. Hayır iştisi deb o'zining maxsus xas bir programmasi bor, ko'ramiz. Hamma odamga aq ko'ngil. Ashadki, operatorlardan tatib choy quyib chiqdi. Aslida Gwenjonga quydi-ku, hozir bir oshxonalar kirsa, boshqa xaridorlar choy quydi degan. Shartgan akinlara deb. Choy yetishtiramay, hozir choyni eriqni boshlab mangdigan bo'ldi. Choy sal ozda qolsa, javlon chiqib bir yoqilab baqina bir ichib olganda choyni. Aka, tumarisini ichib olibdi deb. Ayol eriqni beshiq bir choyni tashib tilportga. Savirdan choy tushdimi? Qarab yiqing. Mana Mahmud akam keldi. Men chiroq yo'rg'idi, tozi. Menga afsus bo'lib qopti aka. Mahmud akamning endi bir nayt bir feyzi bir ovozi bor. Mahmud akamning bir nasr o'qipasmi, odamni jig'i yamishidi. Odam va tabiat bilan shunda singib ketganda bizning qalbimizga Mahmud akamni tilpunni paranglasangmi, odam va tabiatni anglayotganda his qilsan ekan. Ekan men bayonni Mahmud akam o'qib berdi, tilpurib Mahmud akamishda bir ishot desam, "Ha, Ro'zaxo yaxshi mavqam" deb keyindan o'sha Afrika yayloqlarida deydigandeklar. Endi biz qiziqchi bo'lgandan o'zimizning tafakkuriga akirib olib, ashta o'ylaymiz-ku, o'zgartib. Mahmud akam favqulodda da'vatime. Yilqi o'qituvchi bo'lib qolsa-da, masalan, matematika o'qituvchisi bo'lib qolsa, Mahmud akam do'stga chiqib, o'quvchilar hozir darsni boshlaymiz. Matematika dars Amazon daryosidagi cho'ng anitimsaq 10 tuxum chiqadi. Bu ehtiyotsizlikdan bosirish jarayonida 4 tuxumni chiqib oldi. Sen ne tuxum qoldi? Aşağı ketdi demişdim. Afrika yayloqlarga 6 shir birlashib 300 kiloluk bir kalni yevatdi. Tang bir kal necha kilodan go'shaydi? Nurnisa adam, meningki bir yurak adam.
bek yaxshi ko'raman Nurnis adamni. Dadamma vahshiy yaxshi ko'rdi Nurnis adamni. Nurnis adamni yaxshi yig'laydi dadam. Dehşe yıkıp getirip acayip itibat edeceğim ben Nurnis vay vay. Haysın aksi dada sen Titanic yıkılamış. Ay was Friday diye yama yürüyordu da. Nimi diye atken Nurnis'a oya bir görüştügen bolsan. Ya bu Titanic'ten Nurnis'a özü örüp etmegen bu. Acayip. O mana Emregül adamdan men anılgan. Bu Titanic degan naqshini o'rindimak yaman tez. Shundaq qo'yadi, bu bir xalqaroliq naqsha. Unisiya bir dengiz okeanda bo'lgan naqsha u. Oshuni Nurnisada mushta qurg'oq kilometr Shinjongda yetalaydi. Turpanda meshaka chuqur ko'milib yetib chiqdi. Shu degan qo'lda kullik. Shular keramag'inamishlar akilib bir Kölge Nurnis adam nekli bir tangımını silip meşek sekoda ete edenmiş. Kölde ete böyle. Azrak akan dikilen de örüytünler dedi örüytler. Kes kuru kolumuzu pücükler. Hayat kağala bamı. Hayat kağala bamı. Nurnis adam tangını ötüp gidip. Adam kaçıyor.